Xo'p, endi aziz do'stlar, 6-qadamimizga yetib keldik. Ko'chatlarni yerga moslashishi, ya'ni ekkandan keyin yerga moslashib, unib chiqqanda nima qilishimiz kerak? Endi niholchalarni ekkanimizdan keyin uje yerga adaptatsiya jarayonida nimalar qilishimiz kerak bo'ladi? Bularni to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Aziz do'stlar, ko'chatlarni kuzda yoki bahorda ekdingiz. Endi bular sekin unib chiqishni boshladi. Ko'chatlarda ekkan paytingizda agar bilsangiz 3 ta, 4 ta, 5 ta, 10 tagacha chiqishi mumkin. Endi ana uni bir tizza bo'yi bo'lguncha 40-50 sm bo'lguncha tek qo'yib beramiz. 3 tami, 4 tami, 10 tami farqi yo'q. Tek qo'yib beramiz. Ular tizza bo'yi bo'lgandan keyin bitta zo'rini qoldiramiz. Qolganini o'tkir tig'li qaychida shuni kesib olib tashlaymiz. Agar iloji bo'lsa, buni video roligini ham qo'yib o'tamiz. Xudo xolasa, o'shandan ham nima qanaqa qilish kerakligini jonli ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, aziz do'stlar, xo'p, endi buni o'shanaqa qildik. Ko'chatlar o'sib chiqyapti. Atrofidan o'tlar ham o'sib chiqyapti deylik. O'tlarni imkon boricha daraxtingiz 1-2 metr bo'lguncha bir chopiq qilib turiladi. O'tni o'stirmay turiladi. 1-2 metr pavloniyalaringiz tepaga chiqib, zo'r bo'lib olguncha chopiq qilib o'tlardan tozalab turiladi. Har 10 kundami yoki 15 kunda maksimal. Bo'lmasam 10 kunda bitta chopiq qilsangiz, dori bergandaqa maza qiladi pavloniyalar bor. Shu pavloniyalar ekdingiz, pavloniya ham o'syapti, atrofidan o'tlar ham chiqishni boshlaydi. Shu o'tlarni tozalab bitta chopiq qilib, bitta suv bersangiz bor-ku, pavloniyalar maza qiladi. Har 10-15 kunda mana shuni takrorlab tursangiz, shunaqa zo'r o'sadi pavloniyalaringiz, xudo xolasa o'zingiz ham ko'rib hayron qolasiz. Ana endi niholchalarni yerga moslash jarayoni qanaqa bo'ladi? Asosan niholchalar yoz paytlarida yoki bahor paytida kun isiganda ekiladi. Ekilgan vaqtida bunga yerni tayyorlab qo'ydingiz. Yana bitta ma'lumotimiz qolib ketgan ekan. Bu ma'lumotni ko'rayotgan bo'lsangiz juda ham yaxshi, hali ekishingizdan oldin. Demak, yerni namlab turib keyin ekiladi. Yerni tayyorlab qo'ydingiz deylik. Yerni tayyorlaganingizdan keyin 10 kundan uzoq ketmasin. Masalan, niholchani ekishga yer tayyorladingiz. 10 kunning ichida niholchalarni ekib olishingiz kerak. Bo'lmasam, masalan, yeringizni tayyorlab qo'ydingiz, niholchani 1 oydan keyin ekyapsiz. Erta o'tlar nihoyatda yerga o'rnashib, tomir otib, chiqib olgan bo'ladi. Uni orasiga niholchani ekadigan bo'lsangiz, mana o'tlar tez o'sib turib, niholchalaringiz juda ko'p chopiq qilishingizga to'g'ri keladi. Juda ko'p o't bosib ketadi. U o'tlardan to o'rnashtirib, balandga olib chiqib olishga qiynaladi. Shuning uchun yerni tayyorladingizmi, 10 kun ichida ekib oling. Uzog'i 10 kun ichida. Bo'lmasam, bugun tayyorladingizmi, ertaga sug'arib turib, indiniga yo uni ertasiga eking. Shunda o'tni tozalashga bo'lgan energiyani, o'tni tozalashga bo'lgan sarf xarajatdan ekonom bo'ladi. Aziz do'stlar, demak siz niholchaga yerni tayyorladingiz, sug'ordingiz, bizni video roligimizni ko'rgan holatda, to'liq amal qilgan holatda niholchalaringizni ekdingiz. Ekkaningizdan keyin yana bitta sug'arasiz. Kapilniy sistemadami yo ariqdan sug'orayotganingizdami yana bitta sug'arasiz. Agar ariqdan sug'orayotgan paytingizda bitta narsaga e'tibor bering. Agar niholchalaringizni ustiga suv bosadigan bo'lsa, mana bu niholchangiz ekkan paytingizda loyli suvlar mana bagiga tegdi, mana baglariga tegdi. Bu tanasiga tegdi. O'sha niholchangiz rasvo bo'ladi. Shuning uchun sug'orayotgan paytingizda imkon boricha bargiga, tanasiga sug'orayotgan suvingiz tegmasin. Chunki pavloniyani tanasi, butun tanasi niholchalik paytida tuklardan iborat bo'ladi. Hamma yo'g'ida tuki bo'ladi. Shu tuklarda haligi loyli suvlar bir-biriga yopishtirib qo'yadi. U ispareniya qila olmay qoladi. Shuni hisobiga nobud bo'lish ehtimoli ko'p bo'ladi yoki rivojlanishdan qolib ketadi. O'shuning uchun imkon boricha niholchani kapilniy sistemada, nimaiki ekkansiz deylik, tomir metda turibdi. Kapilniy sistemada sug'oring buni. Agar
iloji yo'q kapilni sistemani men arg'idan sug'oryapman deydigan bo'lsangiz, mana bu tanasiga sug'orayotgan suvingiz tegmasin. Faqatgina tomirga suv borsin. Mana bu tomondan sug'oryapsiz. Tomirga suv borsin, lekin tanasiga, bargiga tegmasin. Ana endi niholchalaringizni ekib oldingiz. Ekkaningizdan keyin ertasiga yana bir qator sug'orasiz. Sug'organingizdan keyin indinidan boshlab haligi dori sepadigan apparat bor, yelkaga ilib olamiz, dori sepamiz. Xo'p, 16 litr suvga 1 piyola karbamid. Qancha? 50 gram karbamid yetadi. 16 litr suvga 50 gram yoki 40 gram karbamidni yaxshilab eritib aralashtirib yuboramiz-da. O'sha suvni iloji bo'lsa gumidan ham qo'shamiz. O'sha suvni har kuni ertaman yoki asrdan keyin shomdan oldin bargidan oziqlantiramiz, bargini tanasini chiroyli qilib yuvib qo'ysak, u yashnaydi-da, zo'r o'sadi, zo'r rivojlanadi, xudo xolasa. Demak, siz bitta sug'ardingiz, bargidan oziqani berishni boshladingiz, bir 10 kunda chopiq qilishga to'g'ri keladi. Daraxt tagini chopiq qilasiz. 10 kunda bitta chopiq qilganingizdan keyin ozgina chanqatib turib, yana 1 kun, 2 kun chanqatib turib, undan keyin yana suv berasiz. Yana bargidan oziqlantirishni to'xtatmaysiz. Bir kamida 10 marta bargidan oziqlantiring. Ekkan vaqtingizni har kuni qilsangiz ham bo'ladi, 2 kunda bir qilsangiz ham bo'ladi. Kamida 10 marta bu o'rnashib olguncha bargidan oziqlantiring. Mana bu ko'chat ekkanlar ham shunaqa qilsa bo'ladi. Masalan, chiqayotgan paytida, o'sayotgan paytida bargidan oziqlantirsalaringiz juda ham zo'r o'sadi, xudo xolasa. Keyin har 10 kun, 15 kunda tagini chopiq qilasiz, o'tdan tozalaysiz, bargidan oziqlantirasiz. Keyin bir oycha o'tgandan keyin tomiridan bir 20-30 sm uzoqlikda, mana bu tomir bo'lsa, bir tomiridan 30 sm uzoqlikda karbamid bersangiz bo'ladi. Bitta lo'mda chuqurlaysizda bir piyola 50 gram, 100 gram karbamidni bag'adan solib qo'yasiz. Bu tomondan ham shunaqa qilsangiz bo'ladi. Bu tomondan ham karbamid solsangiz bo'ladi. Yoki chopiq qilayotgan paytingizda yengil atrofiga bunday chachib turib, ko'p chachib yorsangiz o'ldiradi lekin karbamid. Shuning uchun dozasini kuchaytirmaslikka harakat qiling. Yengil qushlarga don sepganda singari yengil tashab turib chopiq qilib o'tkazsangiz, juda ham zo'r effekt beradi, xudo xolasa. Demak, bu ishlarimiz ko'chat yoki niholchalarda yerga moslashishi, o'rnashishi uchun yordam beradi. Eng Pavloniyani dushmani mana shu ekib berganingizdan keyin qaramaslik, ular o't bosib, o'zi bilan o'zi ovora bo'lishi, bu eng yomon narsa. Pavloniya plantatsiyasi rasvo qiladi. Shu yergacha qilgan hamma ishingizni barbod qilishi mumkin. O'shuning uchun e'tibor beringlar, o'tni tagida qolmasin. Chopiq qilib turinglar har 15 kunda. Qachongacha davom etadi. 2 metr, 3 metr bo'lguncha chopiq qilaveringlar tagini. Shunda zo'r effekt beradi. 2 metr, 3 metrdan keyin o'tga unchalik bo'ysunmay qoladi. O'sha tomiri o'zini nimasiga ega bo'ladi-da, undan keyin yaxshi o'saveradi, xudo xolasa inshaalloh.